Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Muhtaram aziz jamoat, Alloh subhanahu va taolo hammamizni qiladigan ibodatlarimizni o'zining huzurida maqbul eylasin. Bugungi juma namozimiz va boshqa ibodatlarimizni ham o'zining huzurida qabul qilsin. Allohga deb sajda qiladigan sajdalarimizni Alloh maqbul eylasin. Chunki ibodat Allohga qilinadigan bo'lsa, juda katta ajr mukofot bo'ladi. Biz bu dunyoda, o'tkinchi dunyoda Alloh uchun qanaqa ibodat qilmaylik, qiyomat kunida agar ixlos bilan qilgan bo'lsak, ana shu qiyomat kunida bizning boshimizga ulkan ajr mukofotlar bilan qaytib keladi. Har bir qilgan amalimizni biz yo'qotmaymiz, zoyi ketkizmaymiz. Alloh taolo astag'firullah, innalloha la yudi'u ajral mu'minin dedi. Alloh mo'minlarning ajr mukofotini zoyi ketkizmaydi dedi. Inson borki bu dunyoda Alloh uchun qiladigan amalni qilsa, Alloh bu amallarni zoyi ketkizmaydi. Mana hozir jumaga ham keldik. Jumada ko'pchiliklar men ham jumaga chiqayapman degan xo'ja kursiga kelishligi ham mumkin. Qariligi sababli mana meni ham qarib qoldim. Odamlar endi namozxon deb aytsin deb chiqishligi ham mumkin. Lekin qalbida ixlos bilan Alloh uchun masjidlarga kelishligi ham mumkin. Eng yaxshi amal Alloh uchun ixlos bilan qilinadigan amal. Bugungi mavzumiz namoz saodat kaliti degan mav'iza ekan. Alloh subhanahu va taolo namozni bizga katta ulkan vazifa qilib berdi. Odam Allohga iymon keltirgandan keyin unga yuklanadigan vazifa namoz amali bo'ladi. Namoz shunday amalki, Alloh odamlarni iymondan keyin unga yuklagan narsadir. Namoz uchala faqih imomlarimiz, ya'ni Imom Azam, Imom Malik, Imom Shofiy rahmatullohdan tashqari Imom Ahmadda namoz o'qimaganni kofir deb sanaydi. Namoz shunchalik mo'tabar narsa. Ammo Imom Azam, Imom Malik, Imom Shofiy rahmatullohlar namoz o'qimaganni musulmon deydilar. Imom Ahmadda 3 ta qavul bor, 3 ta gap bor. Birinchisi, namoz o'qimagan odamga ta'sir beradi to namoz o'qiyligiga qadar. Ikkinchisi, tavba qildiriladi namoz o'qimaganga. Uchinchisi, kofir deydi. Ammo ya'ni birinchi qavli bizni uchala imom qavli bilan bir xil. Namoz shunchalik mo'tabarki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlarki, sizlarning birontalaringizni eshigi ostidan anhor oqsa, shu anhorga har kuniga 5 marta yuvinsa, badanda biron bir kir qoladimi deganlar. Ey Rasululloh, bunday odamning badanida kir qolmaydi desalar, sahobalar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, 5 vaqt namoz mana shunday gunohlardan poklaydi deganlar.